Mana bugungi bemorimizda kelganda shikoyati tomog'ini tez og'rishiga va burun orqali yaxshi nafas olmaslikka. Bemorimiz tekshiruvlardan o'tildi, endoskopik tekshiruvlardan hamda MCTlardan tekshiruvlar o'tdi va qon tahlillari tekshiruvlari natijasi xulosasiga qarab turib, adenoidlar vegetatsiyasi 3-daraja, surunkali tonzillit, toksikoallergik forma 2-daraja. Ya'ni bu bemorimizda hozir adenotomiya va tonzillektomiya jarrohlik amaliyotini bajaramiz. Bu yerda tonzillektomiya jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bemorda bo'g'imida, oyoqlarda og'riqqa, keyin har oyiga 2-3 martalab tomog'i bezovta qiladi. Ya'ni og'riydi, lorga boradi, davolanadi, foydasi bo'lmaydi. Keyingi oyda yana bezovta qilaveradi. O'shaning uchun bemorimiz murojaat etdi. Biz tekshiruvdan o'tkazib, tashxislarni to'liq qo'yganimizdan keyin hozir jarrohlik amaliyotiga oldik. Mana bemorimizda endoskopik ko'rganimizda adenoid vegetatsiyasi mana polni 3-daraja. Adenoidlar olamiz. Ya'ni bu bemorimizda hozir endoskopik adenotomiya jarrohlik amaliyoti bor. Ya'ni shever yordamida olinadi. Shever apparatimizda adenoidlar olyapmiz. Adenoidlar juda ham katta xonagacha kirib ketgan. Bu xuddi jigarga o'xshagan to'qima. Hamma angina deydi, o'sha anginani bir turida bular. Hozirgi zamonaviy usulda o'sha shever yordamida qilinadi. Ya'ni endoskopik adenotomiya jarrohlik amaliyoti. Endi hamma shever deb aytiladi, o'zi endoskopik adenotomiya deyiladi. Oldingi operatsiyalarimizda qulayligi mana ko'rib, to'liq kontrol ostida, hech chala bo'lmaydi bu yerda. Keyin kuydirib tashlaganimizdan keyin ham qaytalamaydi. Mana qanaqa tiniq olinadi. Bu adenoid asoratlari ko'p. Asorotlarni gapiraversa 1 soat gapirishimiz mumkin. Bolani eng yomon asoratlardan bittasi bola aqliy rivojlanishdan orqada qoladi. Adenoid to'qimasini 100% va fassiyasigacha olish kerak emasda. Chunki mana hozir biz kuydiramiz. Kuydirgan vaqtimiz agar fassiyasigacha olinsa kuydirishga qiynalamiz. Mana olindi, endi hozir kuydirib chiqamiz olingan joylar. Hozir mana bu ozgina bor, o'sha nimani o'sha og'riydi. Kuydirish ham boshqacha chiqadi. To'liq kuydirasiz, qolamaydi. Yuvishga bering. Tozalaverasiz, kuydirib adenoid to'qimasi olindi va kuydirildi. Bu bemorimizda adenotomiya jarrohlik amaliyotini bajardik. Shever yordamida. Mana ko'rdingizlar. Endi hozir tonzillektomiya jarrohlik amaliyotini qilamiz. Chunki bemorimizda kelganda to'liq tashxisi adenoid vegetatsiyasi, surunkali tonzillit, toksikoallergik forma 2-daraja va allergik vazomotor rinit edi. Hozir kuzatib boringizlar. Ichida to'la yering, mana ko'rsatib yuboringlar. Mana. Bu mana yering, ha, teparoqda. Mana. Mana yering to'la. Mana shu yering tiqinlarida
toksillari qonga so'rilib o'sha bemorimizga asorat beradi. Masalan, malixariya beradi, bo'g'maga beradi, yurakka asorat beradi, buyrakka asorat beradi. O'shaning uchun surunkali tonzillitga qo'yildimi, juda e'tiborli bo'lish kerak. Buni asorati bilan yomon. Eng ko'p asorat beradigan. Chunki bu surunkali tonzillit o'zi tagna yumurtaklarini infeksion allergik yallig'lanishi. Bu degani juda ko'p joyga asorat beradi. Ya'ni infeksion allergik yallig'lanish tagna yumurtaklarini. Eng e'tiborlisi mana oldingi va orqa tagna yo'llari 100% saqlangan mana. Bu nima qilib beradi? Bemorlarda eng ko'p tushadigan savol, masalan, anginam oldirsam, tomog'im keyin qurib qolmaydimi? Mana shu savolga javob bu. Mana shu oldingi va orqa tagna yo'llari saqlangan bo'lsa, bu tomoqni qurib qolishini oldini oladi. Juda ko'p joylarda o'sha oldingi orqa tagna yo'llarini 3dan 1 qismgacha olinadi. Bu qurib qolishiga sabab bo'ladi. Mana qarang, oldingi tagna yo'llar mana 100% saqlangan, mana orqa tagna yo'llar 100% saqlangan. Tagna yumurtalar mana ichkarida va qonagani yo'q, hammasi tinch. Mana hozir jarrohlik amaliyotimizni tugatdik. Hozir bemorimiz narkoz ostida, xudo xolasa yarim soatda uyg'onadi. Operatsiyalarimiz juda ham muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bemorimiz hozir ko'rmagandek bo'lib ketadi buni. Sog' salomat bo'lingizlar.